Qabulimizga 15 yoshli qizimiz kelgan. Nafas olish shikoyati bilan tekshirganimizda burun to'siq qiyshiqligi va burunda adenoid vegetatsiyasi aniqlandi, ya'ni burunda go'sht. Hozir septoplastik amaliyotini bajaramiz, burun to'siqni tekislaymiz va adenoiddan xalos etamiz. Nafas olishini tiklaymiz. Ko'rishingiz mumkin, adenoid vegetatsiyasi bemorimiz 15 yosh, ikkinchi darajali. Undan tashqari burun to'siqida qiyshiqlik bor. Burun to'sig'ini kiravurishda oldida qiyshiqligi bor. Qoshini to'g'irlab, nafas olishlarini tiklaymiz. Ko'rishingiz mumkin, adenotomiya jarrohlik amaliyoti tugadi, burun yo'li ochildi. Operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bemorimiz adenoidini oldik va burun to'sig'ini tekisladik. Xudo xolasa bir haftadan keyin splint yechamiz, o'shanda nafas olishini ko'rsatamiz sizlarga.